Hozir hisobotga vaqtim yo'q, Jasur. Yo'q, hisobot emas. Men o'tgan safar kolaga yuborgandingiz. O'shani o'zim yonimdan olgandim. Pulni berasizmi demoqchi edimda. 1 tiyingacha talashadigan o'rtog'ing 5-qism. Keyin beraman, Jasur. Yo'q, hozir menga bersangiz bo'lardi, keyin yana sizdan chiqib ketadi. Jasur, yur, obedga chiqamiz. Chiqasanmi? Yo'q, men uyimdan olib kelganman. Ha, Jasur qayerga ketyapsan? Soat 6 bo'ldi, meni ish vaqtim tugadi-da. O kechgacha hisobotlarni topshirish kerak. Shartnomada 6 gacha deyilganda meni boradigan joyim bor. Bo'pti. Assalomu alaykum, Olmax do'konimizga xush kelibsiz. Bizda yozgi chegirmalar ketmoqda. Menga eng arzon kiyimingizdan ko'rsating. Ha, bu kiyimlaringiz nech puldan? Bu bo'limimizdagi barcha kiyimlar 99900 so'mdan. Yana ozgina tushib berasizlarmi? Ya aka, o'zi 50% ga chegirma e'lon qilingan. Bu ishimlaringiz nech puldan ekan? Aka, bu yoqdagi kiyimlar hammasi 150 ming so'mdan, bu yoqdagilar 100 ming so'mdan, bu yoqdagilar hammasi 200 ming so'mdan yuqorida. Shunda bu nech puldan? 150 ming so'm. O, mana tepada yozuv olib tashlanglar bolalar. Bu zo'r yarashdi, aka. Kakras bu oyoq kiyimlarimiz 30% chegirmada. Menga ham yozda ham qishda kiyadigan kerak. Unda mana bundan oling, ham qishda ham yozda kiyib yurasiz. Vo, men bop ekan. Aka, mana shu oyoq kiyimlarimizdan bittasini oladigan bo'lsangiz, sizga futbol formasi bilan yediriz qo'shib beriladi. Ayo, shart emas, oyoq kiyim oldim, mana shuni o'ynayveraman. Sizdan 199 ming so'm bo'ldi. Aha, mana. Hozir dach beraman. Yes, dach shart emas. Color with bark, clothes smelling like trees, digging my earth from my roots and weed. Aka, hazillashdim. Men 100 so'm deb o'ylabman-da, 1000 so'm ekan. Mana dachsimni beravering.